Bu akamiz nerv tomirlari shamollagandi, menga ko'ks artroz bor edi. Mana natijasi yomon emas, Xudoga shukr. Mana hozir birinchi kelganimda o'zi men 40% o'zimni yaxshi his qildim. Bularga katta rahmat. Mana uni ustiga menga 107 kilo ves bor edi, 99 kilo qoldim. 8 kilo 5 kunda ozidim. Bu endi вообще endi nima desam, bu sensatsiya bu. Moskvaga bir 3-4 marta bordim. Bu ko'ks artroz bo'yicha undan men shifo topmadim. Mana hozir Xudoga shukr, men shu Azizbekdan men уже ikkinchi kurs lecheniya oldim. Уже men где-то shu 60%, 70% zo'rman. Xudo xolasa yana 2 oydan keyin kelaman, ko'rmaganday bo'lib ketaman. Birinchi kursda o'ziga men 5 kun ichiga men bir 30-40% yaxshi bo'lganimni sezdim. O'zlariga ham aytib ketganman. Mana shunga lecheniya oldim. Hozir hech qanaqa shikoyatim yo'q, даже grijalarim bordi, grijalarim yaxshi bo'lib ketdi. Уже birinchi kurs lecheniya, bu ikkinchi kurs. Mana hozir Xudoga shukr, sog'likda hech qanaqa shikoyat yo'q.